Assalomu alaykum qadrli ilmli onajonlar. Bugun sizlar bilan homiladorlikning 13-haftasi haqida gaplashamiz. Bu davr homiladorlikning eng yoqimli bosqichlaridan biri hisoblanadi. 13 haftalik homiladorligingizda chaqalog'ingizning bo'yi taxminan 7,5 sm atrofida bo'ladi. Vazni esa 28 gram atrofida. Bu taxminan oddiy bitta qalamning vazniga teng bo'ladi. Hajmi esa kichkinagina olxo'riga o'xshaydi. Ushbu davrda chaqalog'ingiz juda ham tez rivojlanmoqda va uning tanasida muhim o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Ayniqsa ichaklari rivojlanyapti. Ishonishingiz qiyin bo'lishi mumkin, lekin shu paytgacha ichaklarning katta qismi asosan kindik ichagining ichida rivojlanayotgan edi. Endi esa ular asta-sekin qorin bo'shlig'iga ko'chmoqda va farzandingiz tug'ilguniga qadar o'sha yerda qoladi. Shuningdek, bolajoningizning qo'l va oyoq suyaklari shakllana boshlayapti. Ovoz paychalari ham rivojlanishni boshlaydi. Keling endi siz haqingizda gaplashamiz. Eng quvonarli yangiliklardan biri shuki, bolaning tushishi, ya'ni vikidish holatlarining 99% homiladorlikning 2-trimestri boshlanishidan oldin sodir bo'ladi. Agar siz hozir 13 haftalik homilador bo'lsangiz va ultratovush tekshiruvida yoki Doppler apparatida chaqaloqning yurak urishini eshitgan bo'lsangiz, endi homila tushish ehtimoli juda past va siz o'zingizni bu xavotirlardan xalos qilsangiz bo'ladi. Odatda vikidishlarning aksariyati embriondagi og'ir genetik nuqsonlar tufayli yuz beradi. Bunday hollarda embrion hayot bilan mos kelmaydi, ya'ni yashab ketish ehtimoli juda ham past bo'ladi va homiladorlik odatda 1-trimestrning o'zidayoq o'zidan o'zi yakunlanadi. Shunday ekan, endi bemalol ozgina yengil tortishingiz mumkin. Chaqaloqni kutib olishga tayyorgarlik ko'rishni boshlash vaqti keldi. Katta ehtimol bilan homiladorligingiz yaxshi davom etadi. Bu degani, endi chaqaloq uchun kerak bo'ladigan asosiy buyumlar uchun asta-sekin mablag' yig'ishni boshlashingiz mumkin. Masalan, sifatli kolyaska, bolalar uchun kravatcha yoki boshqa zaruriy buyumlarni olishni rejalasangiz bo'ladi. Chaqaloqlar uchun qaysi buyumlar haqiqatda zarur, qaysilari esa unchalik kerak emasligini aytishimni istasangiz, izohlarga xabar yozib qoldiring. Bu haqida alohida video tayyorlab berishim mumkin. 13 haftaliksiz degani siz 2-trimestrga kiryapsiz degani. 2-trimestrga kirishning yana bir ajoyib tomoni shundaki, aynan shu davrda o'zingizni ancha yaxshi his qila boshlaysiz. Ko'p ayollar uchun homiladorlikdagi eng yoqimli va yaxshi davr aynan shu bo'ladi. Bu paytda ko'pchilikda ko'ngil aynishi va qayt qilish holatlari odatda asta-sekin kamayadi. Doimiy charchoq ham kamayib boradi. Kun bo'yi uxlagingiz keladigan holatlar aslida sekin-sekin yo'qola boshlaydi. Shuning uchun agar siz ta'tilga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, chet elga borishni yoki qayergadir borib o'ynab kelishni xohlayotgan bo'lsangiz, bolalar xonasini tayyorlashdan avval, chaqaloq uchun narsalar sotib olishdan avval aynan mana shu narsani qilishingizning hozir eng yaxshi vaqti. Ba'zi ayollarda, ayniqsa homiladorligining keyingi, ya'ni birinchi bo'lmagan farzandlarida bu haftaga kelib qorni ancha bilinib qoladi. Boshqalarda esa ko'proq ilk bor homilador bo'layotganlarda bu davrda qorin hali deyarli sezilmaydi. Bu sizning nechanchi homiladorligingiz ekanligiga va umuman olganda organizmingizning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq narsa hisoblanadi. Agar hali qorningiz maxsus homiladorlar uchun tayyorlangan shimlarni, ko'ylaklarni kiyishga tayyor bo'lmaydigan darajada kichkina bo'ladigan bo'lsa, lekin eski shimlaringiz torlik qilayotgan bo'lsa, sizga bir nechta foydali usullarni aytib o'tamiz. Birinchi usul bu oddiy sochingizga ishlatadigan rezinkadan foydalanish. Uni shimingiz tugmasiga o'tkazasiz, keyin o'sha rezinkani tugmani o'tkazadigan teshikdan o'tkazasiz va qayta tugmaga qadab olasiz. Shunda bel qismida yana 1-2 sm qo'shiladi va kengayib borayotgan qorningiz bemalol shimlaringizga sig'ishi mumkin. Yana bitta juda ham qulay bo'ladigan usul shunchaki homiladorlar uchun bandajni sotib olish va ishoning, bu narsani istasangiz istamasangiz doktoringiz sizga tavsiya qiladi. Men ilk homiladorligimda bundan foydalanmaganman, lekin ikkinchi homiladorligimda foydalanib shunaqangi darajada foydasini sezganmanki, birinchi homiladorligimni busiz qanday o'tkazgan ekanman deb o'ylanib qolganman. Homiladorlik bandajini yaxshi, sifatlisini olishga harakat qiling. Pulingizni ayab arzonini oladigan bo'lsangiz, qorningizni
qisib qo'yishi yoki umuman olganda o'zingiz qiynalib qolishingiz mumkin. Bandaj juda ham foydali buyum hisoblanadi. Uni albatta hamma homilador ayollarga tavsiya qilaman. Agar bandaj bilan shim kiymoqchi bo'lsangiz, shimingizni tugmalash shart bo'lmaydi. Zamogini ham yopishingiz shart emas. Shunchaki maxsus bandajingizni shimingizni ustidan yopib taqib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar shimingiz tushib ketib, noqulaylik his qilayotgan bo'lsangiz, eng yaxshisi keng ko'ylaklar kiyib olish bo'ladi. Aytgandek, bandajlar sizga tug'ruqdan keyin ham juda ham kerak bo'ladi. Tuqqaningizdan keyin qorningizga katta tonna qilib olib choyshablarni emas, aynan sizni qorningiz uchun moslangan mana shunaqangi tibbiy bandajlarni taqib yurish sizga ancha yordam beradi. Aynan hozir sizga mos bo'ladigan yana bir tavsiyam bor. U ham bo'lsa, yangi bizgalterlar sotib olishni boshlash. Bu davrda ko'kraklar ko'p ayollarda kattalashadi. Shuning uchun yangi o'lchamlaringizga mos, qulay va ko'kraklaringizni yaxshi ushlab turadigan bizgalterlarni taqishingiz muhim. Ko'kraklaringiz odatdagidan kattaroq bo'lib qoladi va shu kattaroq o'lchamdagi bizgalterlarni tug'ruqdan keyin ham emizish davrida ham foydalanasiz. Shuning uchun ularni o'zingizga qulaylarini sotib oling. Keling, shu yerda shaxsan o'zimni tajribamdan umuman menga qulay bo'lmagan va haligacha emizish davrimda ham ishlatib keladigan ba'zi bizgalterlarimni rasmlarini qo'yib bersam. Bozorga chiqqaningizda mana bu kabi mamasha bizgalterlardan so'rasangiz bo'ladi. Ular juda ham yumshoq, hech qanaqangi temirga ega emas va ko'kragingizning katta-kichikligiga qarab moslanishi mumkin bo'ladi. Ko'p bizgalterlar aynan bel aylanasiga qarab o'lchanadi, lekin bizga homiladorlik davrimizda, emiziklik davrimizda bel aylanamizga emas, aynan ko'kragimizning kattaligiga qaratilgan bizgalterlar ahamiyatliroq. Mana bu turdagi bizgalterlar menga shaxsan umuman yoqmagan, chunki bola emishga qiynaladi. Mana bu qismini, ya'ni ochiladigan qismini ochib qo'yganingizda bolani yuziga tegib turadi. Chaqalog'ingiz kichkina payti u mana shu material yuziga tegib turishi natijasida emishga ham, nafas olishga ham qiynalib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar farzandingiz uzoqroq emadigan bo'lsa, ko'kragingiz uchi, ya'ni emchagingiz chiqib turishini evaziga ko'kragingizda og'riq paydo bo'lishi ham mumkin. Keling endi bu hafta uchun muhim tavsiyaga o'tamiz. Oldingi hafta videolarida doimo vitaminlaringizni ichishni kanda qilmaslik, aynan vitamin D ga yaxshigina e'tibor berishingiz hamda ko'pgina suv ichishingiz kerakligi haqida aytib o'tgandim. Bugungi tavsiyam esa juda ham oddiy tavsiya. Imkon boricha sog'lom bo'lish uchun qo'llaringizni tez yuvishga harakat qiling. O'zbekistonda havo juda ham quruq. Shamollashga, gripp bo'lishga moyillik juda ham yuqori. Ayniqsa, agar siz boshqa odamlar bilan doimiy aloqa qiladigan inson bo'lsangiz. Agar uyingizda qandaydir chorva mollari yoki hayvonlar bo'ladigan bo'lsa yoki tashqarida ko'chaga aylangani chiqqaningizda qaysidir hayvonni ozgina bo'lsa ham o'ynatgan bo'lsangiz ham, sizda kasallanish ehtimollari yuqori bo'ladi. Homiladorlikda esa kasallanishdan iloji boricha o'zimizni asrashimiz kerak. Turli xil mikroblar va bakteriyalardan saqlanishning eng yaxshi usullaridan biri bu qo'llarimizni tez yuvib turish. Agar qo'lingizni yuvish imkoni bo'lmasa, albatta antiseptik qo'l tozalagich spreylardan foydalaning. Yana bir qiziqarli ma'lumot. Oxirgi 3 hafta ichida chaqalog'ingizning hajmi 2 baravarga kattalashdi. Siz hali uning harakatlarini sezmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin aslida chaqalog'ingiz allaqachon faol harakat qilmoqda va buni ultratovush tekshiruvida juda yaxshi ko'rish mumkin. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun manfaatli bo'ldi. Agar siz befarq ona bo'lishni istamasangiz, kanalimga a'zo bo'ling. Homiladorlikka tayyorgarlikdan to farzandingiz tug'ilib, uni 1 yoshga yetkazguningizgacha bo'lgan parvarish haqidagi eng muhim ma'lumotlarni bepulga ulashib boraman. Agar homiladorlik seriyasidagi videolarimni ilk bor ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarni ham ko'rib chiqishni tavsiya qilaman, chunki ularda bugungi videoda aytilmagan juda ko'p ma'lumotlar bor. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.